Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha Krifmaning videorolimga xush kelibsizlar bolalar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar bolalar? Voy, barakat. No albatta bolalar, video kirishlardan tezda like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va men bugungi videoni boshladim. Xullas keling, bugun bizlar bolalar qaranglar, mana bunaqa bizda agorotchamiz kutib turibdi va mana bunaqa agorotimga cho'ta ko'z elektrib turgan bitta qishloq kutib o'tiribdi. Assalom qishlog'i. Salom, yaxshimisan? Bu yoqqa qara, ko'zimga qara. Ikkita ko'zini o'yib o'laman. Bu yoqqa qara deyapman. Bu yoqqa qara. Nima deysan? Zo'rmisan? Mana qaradim. Nima deysan? Xullas kelam, nimaga bu meni pozimga ko'z elektrib o'tiribsan? Prosta tak asabini tinchlantiryapman. Asabni yosh bolaga asab nima kerak? Jinni, men yosh bolamasam sendan kattaman-ku. Da lekin to'g'ri aytasiz. Xo'p, mayli, unaqa bo'lsa bu yering ketinglar, iltimos, meni ishimga xalaq berasizlar. Aytgan shu qarashdak seni men chaqirayotgandi. Mer da men mayli o'z boraman. Xo'p. Mayli o'z bizani cho'tim mer chaqirayotgan ekan, bilmadim bolalar. O'zi har kun chaqiradi-yu. Nimasiga aram qolib o'tiribman? Mayli bolalar, necha tak enasi bilan hammasini yaxshilab tozalab olamiz. Negadir Minecraft bugun normallik qo'yapti. Mayli bolalar, nima ham qilardim endi. Server cho'ti juda ham ko'p odam kirgandiki, bu serverda bolalar 120 ta qishloqdan iborat. Bu esa bizning qishloq esa 97-qishloq. Boshqa qishloqlarga esa umuman bormay qo'yganman. Sababi xudosi ko'rib bo'lish shu qishloqda endi butun umr yashamoqchiman. Boshqa qishloqdagi uylarimni, agorotlarimni esa Alloh uchun topshirib ketganman. Ko'ramiz endi bolalar. Qaytadan sotib olishim mumkin agar yashagim kelsa. Sizlar aytinglar bolalar, nima deysizlar? Faqatgina 97-qishloqdan videolar olaymi yoki-da 100 va 13-qishloqda ham videolar olib, u yerda ham yashaymi? Albatta, o'shani kommentariyaga yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Lekin qaranglar bolalar, 97-qishloq eng zo'r qishloqlardan bittasi. Tak mana bunaqa narsalarni o'rnatishdi va mer yangi moshina sotib oldi. Hozir ko'rsaman, prosta buni kapotib, prosta tema bolalar. Xullas, mana bunaqa narsalarni ham o'rnatishdi qishloqqa. Bular chiroqlar tunda yonadi o'zi avtomatik, kunduzi energiya oladi va mana bunaqa nimalarni ham xullas bolalar qaranglar. Bu yangi merning mashinasi vafshe bolalar qaranglar, cho'tki mashina va bular esa o'zimizda o'rindiqlar bolalar. Merni o'zi o'rnatgan. Ya'ni mer xullas kelam juda ham katta bitta turnir, xullas merlar orasida bitta musobaqada yenggan. Shuning uchun shunaqa qilib puliga qishloqqa juda ham katta bo'lgan narsalarni o'zgartirishlar kiritdi. Tak assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Yaxshi-da. Qarashda senga bitta ish bor. Ish da. Oho, bu narsa nima? Xullas, men yangi mashina sotib oldim. Yangi mashina? Qanaqa? Ferrari. Nima? Ferrari? Da. Oho, juda ham qimmat mashina ekan. Xo'sh, shuni xullas kelam, shanga bitta o'zing olib kelib, har doimgidek o'rnatib berasan shunga qilib. Mayli o'rnatib beraman. Uy olmosli instrumentlar va cho'ta nima bedroq? Da. Axir bu qiyshiq qo'yib ketsa men nima qilaman? Bilmadim yo'g'ini. Bu pullar nima bo'ldi? Bularga kamera sotib olasan va atroflarga o'rnatib chiqasan. Mayli. Lekin mas burada qolganini o'zim olib qolaman, maylimi? Mayli, olib qolaman. Xo'p, mashina qayerda o'zi? Bilmadim, o'shani olib kelishgan, o'shani topib kel. Xo'p, palakat, qochinglar, yechinglar, non-soplar, qoch. O'zi eshik bitta. Eshik bittaligini bilaman, chiqib ketay, non-sopsizlar. Bular vafshe turib olishadi. Tak endi esa bolalar mashinadan olib kelish kerak. Tak mayli, mana uni chekkaga olib qo'yay va mana bu yerdan qaranglar. Shunaqa magazin ochildi. Cho'tki bo'ladi. Xullas, shu yerdan hozir biratandan o'ramiz. Assalomu alaykum, Jitel. Voy, yaxshimisan, Grif? Yaxshi o'z qali. Yaxshi, qarashga qara. Nima sotmoqchisan? Uy kameralar yaptimi? Da. Tushunali, yana bittan cho'tki narsalar yapti, bilmadim nima. Tak nima qo'yib bo'lmayapti buni. O'zi Minecraft bug bo'ladi shunaqa. Xo'p, klass kelam, menga bitta kamera va bitta monitor. Bo'ldi. Tak, pulni berdim. Bo'ldi, bering. Juda ham yaxshi. Tak, yana bitta kamera sotib olsam-kine. Mayli, shu bittasi yetadi. Tak, xullas bolalar, mana kamera bilan monitor sotib oldik. Endi esa bolalar mashinani topib olib kelishimiz kerak. Tak, mana bu tarafda aytgancha bolalar qaranglar. Mana bunaqa bankomat ham qurdirganmiz, qaranglar. Cho'tki qilib atroflarini o'rab o'zimizda. Tak, endi esa mana bu tarafda ham yo'q. Bitta variant mana shu tarafda bo'lish kerak. Sababi shu tarafdan shaharga yo'l bor, shu tarafdan kelishadi. Mana buni. Xuroston Ferrari ekan bolalar. Juda ham yaxshi, sababi merda vafshi puli yo'q. Xohlagan mashinani sotib ol, xohlagancha yashash mumkin. Lekin biz kimmiz?
Biz oddiygina fermermiz bola, nima ham qilardik? Mana shukr qilamiz bola. Uy, lekin shu bombaga qaranglar. Endi esa buni narsalarni chekkaga olib qo'yamiz va mashinani birinchi yaxshilab meni uyni yoniga parkovka qilishimiz kerak birinchi. Endi buni tezligini ko'ramiz bo'la. Eshitgandim, Ferrari mashinasi juda ham tez yuradi va rostdan ham tez yurar ekan bo'la. Sekin, qo'y, bratam, bo'la. Ana bu yerda bombishlar bor ekan. Nimasida bombishlarni orqasiga yudiramiz ham. Mayli bo'la shart emas. Endi esa bu yerdan sekin falokat arzimagan narsaga bu drift qiladi. Endi esa bu yerga sig'masa ham samayli bo'la. Uni tavakkal. Endi bir yerga urib olmasam bo'ldi. Qani sekin chiqib keta qolsangchi falokat. Normal. Sekin. Voy falokat. Men ko'rmadim, men ko'rsa dabdala qiladi meni. Mashina o'zidan sakrab ketdi, hammali bo'la. Meni mashina haydash bo'yicha umuman tajribam yo'q to'g'risini aytsam, prava ham olmaganman. Mayli bo'la, lekin milisa shu prava surganimni ko'rsa, yomon qiladi. Endi esa bu yerdan chiqib ketamiz. Albatta endi urib olmayman degan umiddaman. Bilmam, ikkinchi urilishga bu chidaydimi bu mashina, lekin bo'la bilasizlar, bu qancha turadi, falokat qoch bosib ketaman. O'zing qoch. Bu yurmay qoldi boshida. Voy falokat. Sekin. Voy nima qilyapman? Qoch shital. Falokat. Вообще nima qilib tashladim mana bu yerni ham rasvosi chiqdi. Men ko'rmayaptim, men ko'rsa dabdala qiladi bo'la. Falokat men qarab tur ekan. Mayli bo'la, necha u merni o'zayib juda ham tez yuradigan mashina sotib olibdi. Bunaqa esa boshqarish juda ham qiyin bo'la. Mana bu yerni ham to'g'rilab qo'yamiz. Всё. Hech kim ko'rmadi, lekin mana bu yerdagi chiroqni buzib qo'ydim bo'la. Mashinaga ishma qilmadimi? Mashinaga balo ham qilmabdi. Merni qarab turganiga qaranglar. Mer qarab turibdi, qaranglar bo'la. O'z ko'rsatamaslarga mana mer qarab turganiga qaranglar. Menimcha bo'lib uzi bo'lib hozir kelganimdan, uyga kirganimdan va so'kishni boshlasa kerak, yana bilmadim bo'la. Endi sekin burilamiz. Jitel deb bo'ldi mana jitel. Agarda qochganda men buni urib olmasdim. Menda nima ayb? Qoch dedim shuncha, jinnim, o'zing qochmadi. Undan keyin esa mashinani dabdala qildik. Tur yo'q, san ham o'z bashiralarni yo'ramasdan. Lekin bo'la qaranglar, bedroq agarda qish qo'yadigan bo'lsam, bo'la lekin yomon bo'ladi, bor-ku. Endi esa 3chalik qilamiz. Lekin yaxshi chiqibdi bo'la. Bedroqdan hech kim o'g'irlay olmaydi mashinani. Lekin agarda buni sindirish ham qiyin bo'ladi. Adminlarga aytishlar uchun adminlarni o'zi kreativda sindirib berishadi. Mana bu yerdan olsa bo'ldi, всё. Endi esa buni sekin qo'yishni boshlaymiz bo'la. Bedroq shunchalik kuchli asbob bo'la. Qanaqa asbob falokat. Bedroq shunchalik kuchli blok bo'lgani uchun buni modlar bilan qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Minecraft qoidalari bo'yicha shunaqa. Endi esa buni sekin bo'ldi bedroq ustiga o'rnatamiz mashinani. Shu jitalik yomon asab buzyapti-da, bilmadim bo'la, atayin qilishyaptimi? Sizlarni ham asablarim buzyapti bo'la hozir. Bu qilayotgan ishlarim meni asabim juda ham buzyapti. Bo'la qaranglar, mana buni parkovkaga deyshadi odamlar. Sekin. Mana bu tarafdan chiqdimmi? Falokat. Mayli bo'la, mayli. Endi esa falokat. Endi eshik ham yopilmayapti buni. Negadir bugun chap tomondan turdimmi, cho'ta umuman o'tim kelmayapti. Qochishda va juda ham yaxshi. Mana uni ham sindirish kerak ekan. Falokat bo'ldi, всё. Normal. Cho'ta bugun falokat degan so'zni ham ko'p ishlatyapman. Mayli bo'la, lekin o'zim ham juda ham ko'p falokat degan so'zni ishlataman. Hamma necha bo'la. Endi esa buni endi atrofni o'rash kerak. Paqilamiz va mana bu tarafdan ham o'raymiz. Undan keyin esa lekin bo'la mer to'g'risini aytsam buncha pulni qayerdan oladi bilmadim. Lekin mer bo'lgandan keyin shuncha pul bo'lishi mumkin. Sababi merga prezident o'zi oylik beradi. O'shaning uchun, lekin tadbirda ham qatnashish normal pul yutib oldi yaqinda. Bu ham normal bo'ladi. Endi esa buni o'rnatish kerak kamerani va kamerani esa mana bu tarafdan bemalol ko'rinadi. Stop bo'lamamcha bloklar ham boradi menda. Blok yo'qgan boshqa. Bu nima qilyapti? Qoch, yo'qol. Moshlarni ustiga chiqma, insofsiz urib o'ldiraman hozir. O'ldircha, falokat o'zing so'rading. Men senga ishni qilmadim. O'zing so'rading. Lekin bular bar tilib kelishadi qatdan bo'lsa ham. Sabab bularning respawni bor. Maylida bo'ladi. Endi esa buni ana bu yerga o'rnatsam ekan. Mayli kelinglar, shu yerga o'rnatamiz va monitorni ulasak va qani ishlaydimi? Ishlaydigan bo'ladi. Juda ham yaxshi.
Hammasi chotki. Tak endi esa bu mashinani ham o'rnatdim. Menimcha endi hech narsa qolmadi boshqa ich qaranglar bo'ldi. Boshqa ich, tilim ham emas bo'ladi. Tilim ham o'sha rahmatlar aytyapti menga. Negadir bo'lar bugun bilmadim. Ko'p vaqtdan beri qushloq video olmayapman bilasizlar. Seriallar olayotganimdan keyin tilimni sepni og'zini to'g'rilash qiyin bo'lyapti. Tak mer hozir sen bo'lan kallani yoraman. Nima qiling mashinamni? Hech nima qilganimda prosta ozgina quduq buzildi, lekin mashinaga bola ham qo'ymadim. Na shunaqami? Da uyam buzildi lekin. Na to'g'rilab qo'ygan bo'lsam bo'ldi-da. Mayli, qarashda, bu blok nima bo'ldi? Boya ber joydan chiqdi. No, tepasini yopib qo'y deganim, mayli, yopmasang ham bo'laveradi endi. Mayli, qarashdak mana ber instrumentlaringizni oling va mana monitorni o'ylab qo'yganman. Monitordan bemalol ko'rib o'tirishingiz mumkin. Bo'ldi, rahmat senga. Mayli, arzimaydi, mer sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boshqa ish yo'q menimcha. Juda ham yaxshi bo'ldi. Всё, chotki bo'landi. Tak endi esa bola uyimga borib damni olaman. Davayda bola kompyuter o'ynasammikin? Ko'p vaqt bo'ldi o'zim kompyuter o'ynamaganimga. Hozir uydan o'zina pul olib chiqib davayda bola kompyuter o'ynaymiz. Tak boyagi pul, avoy, palakat boyagi pulni o'zingga olib qo'laverganini berib ketma. Mayli bola, biz boyimizda, bizlarning pulimiz ko'p. Birovning pulini bizga kerak emas, qarashda. Tak endi esa boramiz va bola mazza qilib kompyuter o'ynab kelamiz. Bola mayli, sizlar albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar va men Nuratanligi kompyuter orasiga borib mazza qilib kesik Minecraftni bilmadim nima o'ynayman. Hozir ko'ramiz bola. Tak endi esa bratan, qarashda men keldim.